Akalar premium kastada sovg'aga nabor so'raydilarmiz. Zo'r tayyor bo'ldi. Bu naborimizni bitta ko'ringlar. Juda go'zal holatda, soplari simaladan, gulvantlari indiskiy kumush me'yordan bo'lgan. O'zini boltalari bor, choqqisi, to'rtta pichog'i, qayroqlari hammasini sopi bir xilda. Andijondan akamiz qilganda chiroyli qilib tayyorlab berganmiz. Boltalari 1 kilolik boltalarda ko'rishlar mumkin. Burgut rasmini qo'yib, Azamat 570 deb yozib berganmiz. Go'zal holatda, umuman temir suyaklar yaratmaydi aka. Choppilari, nerjaviki klapini suvda qolsa ham umuman zanglab qorayib qolmaydi. Bu indiskiy kumush, qo'lga qorasi chiqmaydi akalar umuman. Pichoqlar ham nerjaviki klapidan zanglab qoraymaydi. Buni bitta reaksiyalarni ko'ringlar, kesish reaksiyalarini. Padarka qilsanglar, ishlatsanglar ham o'ta go'zal nabor. Keyingi pichog'i. Buni soplarini qaranglar akalar. Juda go'zal holatda. Simaladan. Bunga shunaqa premium naborlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Sifatli va arzon narxlarda yetkazib beramiz.